Soif mashina kanalimizda navbatdagi sotiladigan Gentra yili 2022-yil va yurgani 60 ming kilometr. Mashinamizda mana bu krillosini o'zida kraska bor, balon holatlari yaxshi, qolgan joy kraskalar top-toza, tonirovka to'lovlari 6-7 oy bor. Avtomashinamizga yaxshi chiqol qo'yilgan, registrator oldlariga sonsiz ashtalar urilgan, balon holatlarini aytgandek zo'r holatda yumshoq balonlar qo'yilgan. Orqalariga optra, oldlariga amerikanka taqib qo'yilgan, ledlari bilan polni terib qo'yilgan. Gentra avtomat qilib yurgan akalarga tashlab qo'yinglar. Srochni narxini $12.400 qilib beramiz.